put terab qalalaydı. Yollığıcı мәңгі taş qahar barat. 50 yıl köpümüzün ahvali şundaq. Bizning tilimiz, madaniyatimiz va uyg'urligimiz ballarımızga o'tganda yo'qab, aran shu dinimizla saqlanib qoladi. Ko'chmanlik, ana yurtdan ayrilishlar emas, balki tug'ilib o'sgan bir butun hayot, yurt jamoat, urug' tuqqan, do'st birodarlar va barliq ijtimoiy munosabatlarimiz bilan xo'shlashish, o'zimizni hech kim tonimaydigan yot elga opirib tashlash demakdir. Bu xuddi hovlimizda bir obdan o'siyotgan urukni yulib opirib Moskva daryosi bo'yiga sanchib qo'ygandek, tutqini tutib, qolg'ini yo'q bo'ladigan bir ish. Hech qaysimizda bundaq musofirlik hayotga yaxshi tayyorligimiz yo'q edi. Yot elda jon beqish uchun qavatlab ig'ir o'qish, ishlash, xo'rliq tortish va paypitak bo'lishga majbur bo'lyapmiz. Oldi bilan hammamiz birdak tavallik kirsisiga uchramoqdamiz. Ba'zilarimiz turklarning orasiga, o'zbeklarning orasiga va yoki musulmonchilikqa urinib baqsaqmi, ularning orasiga kirolmay yuramiz. Eng yaxshi chiqish yo'li o'zimizning madaniyat jamiyatlarini qurib chiqish. William Jamesning qarashicha, bir jamiyat a'zolarining tirishchanligi bilan gullanadi yoki shaxsiy aktivligimi jamiyatning qo'llashisiz uzoqqa bormaydi. Shunga shuhratparastlik va shaxsiyatchilikni qo'yib, kollektivizmligi kuchlik, nomsiz qahramonlardan bo'lishimiz kerak. Bizning boyligimiz topgan pulimizga qarab bo'ladi. Ammo ma'naviy jihatdan baxtli bo'lish uchun jazman ma'lum cho'ng, ahamiyatli ishlar bilan band bo'lishimiz kerak. Bizda birmi Uyg'urning qo'li tegmagan, qo'lga elishga tegishlik yuzlagan sohalar turibdi. Biz hali ham jiq yerlarda boshqalarning tanqid qiladigan obyekt bo'lib turyapmiz. Amaliyat shuki, bizning tajribamiz yo'q, vaqtimiz qisqa va kuchimiz cheklik bo'lganligi uchun shundoq nurg'un ishlarga cho'limiz tegmayotidi. Mana shundoq kunlarda ko'z oldimizda hammamizga tang kelayotgan falokatlarning biri shuki, bolalarimiz ona tilini yo'qotmoqda. Ahvol chet ellardagi hamma Uyg'ur ahlilariga o'xshash. Balalarimizning tili Amerika, Avstraliya, Kanada va Angliyalarda inglizcha, Arabistonlarda arabcha, Germaniyada germancha va hatto Turkiyadami turkcha chiqmoqda. Bola degan shu. Sirt, yasli va maktabda nima til bo'lsa, shuni o'rganib kirdi. Biz bu bir yaxshi ishmi, yomon ishmi, qanday qilish kerak deb o'ylab baxmadik. Aramizda bir xil assimilyatsiyaga taqobil turayotganlar nihoyat oz. Ko'pchiligimiz bolalarni bo'lishiga qo'yib berib va hatto qo'llab quvvatlayapmiz. Biz bu davlatlarga assimilyatsiya bo'lishga, uy elishga va yaramas bolalarimizga miros qoldirishga kelmagan. Bizning chet ellarda Uyg'ur bo'lib yashab qilishimiz millatimizning ko'zini ichishga, o'zimizni dunyoga tanishtirishga foydasi ko'p. Ammo bu 50 yil, 100 yil bilan bitadigan ish emas. Kichik millatlarning, musofirlarning cho'ng millatlarga yem bo'lib ketishi bir dunyo xarakterlik ofat. Assimilyatsiyaga qarshi kurashmi bir cho'ng dunyoviy birlik sab bo'lib, BDT nurg'un kuch ajratib, ko'p tillik ma'rif va ona tilini o'rganishni targ'ib qilmoqda.
chet til bizning chetga chiqishimiz va chiqqandan keyin jon beqib qolishimizdagi eng ig'ir bir o'tkal. Biz texi bu ko'rikning yerimini besib bo'lolmay turib, balalarimiz o'sib yetilib, chuvur-chuvur chet tillari chiqishga boshlayotidu. Biz buning yiroq oqibatini o'ylamay, o'zimiz o'rganib bo'lolmayotgan bu la'nati tilni balalarimizning bir chiroyli so'zlayotganligiga mamnun bo'lib, qo'shilib, birga so'zlashyapmiz va o'rganyapmiz. Normal vaziyatda balalarimizning tili böşügidan Uyg'urcha chiqadi. Chet tilni yaslidan o'rganadi. Bu chaqda ota-ona oldida tanlaydigan 3 yo'l bor. Biri chet tilga iranshimay qat'iy Uyg'urcha gap qilish. Ikkinchisi Uyg'urchani bir chetga qayirib qo'yib, chet tilda so'zlashish. Uchinchisi Uyg'urcha bilan chet tilni aralashtirib so'zlash. Birinchi yo'lda balalar qo'sh tillik bo'lib chiqadi. Bundaq balalar yakka tillik balalar qaraganda ziyrak bo'ladi. Ular bir masalani ikki xil tarjima qilib kuzdidu. Bir tilni ortiq bilish yangi bir bilim dunyosiga yo'l echish demakdir. Albatta, ikki tilni tang o'rganish bir tilga qaraganda qiyin va uzun bo'ladi. Bu jarayonda balalar qaymoqush bo'lib, maqsadini uqtira olmay qiynaladi. Yaslilarga Uyg'urchani uyda chet tilni aralashtirib so'zlashga boshlaydi. Bu bir normal, ammo ochqushliq mazgil. Bundaq chaqda ota-ona uyda izchil Uyg'urcha so'zlash, balaning chet tilni aralashtirib so'zlashiga fursat bermaslik kerak. Ma'lum mazgil o'tgandan keyin balalar ona til bilan yasli tilining boshqa til ekanligiga, sirtda chet tilcha, uyda Uyg'urcha so'zlamay boshqa amal yo'qligiga ko'z yetib, asta-asta ikki yerda ikki xil so'zlashga boshlaydi. Qo'sh tillik balalar ana ashundaq cho'ng bo'lgan. Gerçi ularning tili yakka tilliklardan 1-2 yil keyin chiqsa-mu, oqibat yaxshi bo'ladi. Millatimiz tarixidagi va hozirgi ulug' olimlarimizdan chet til bilmaydiganlarni ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Ikkinchi xil yo'lni tutgan ota-onalar shu yashayotgan hayotning besimiga uchrab, balalarning ko'z oldidagi manfaatini o'ylab, atrofida o'zlaridan boshqa hech kim ishlatmaydigan yaramaz oila tilini tashlab, qiynalib bo'lsa-mu balalarga boshqalarning ona tilini o'rgatyotdi. Masalaning qo'rqinchli oqibati shuki, biz hargiz chala tilimiz bilan bala talab qiladigan qushqash til, aql va bilimlarni ta'minlab bera olmaymiz. Balalar bilan bizning oramizdagi o'rtaq chet tili saviyamizning yuqori tuvanligiga qarab 5 yil, 10 yil, jiq bo'lsa 15 yil so'zilishi mumkin. Ammo bu musobaqasida baribir yengilib orqada qolamiz. Yillar nerisiga o'tgan siri balalarimiz oldida tilimiz ojiz, fikrimiz bir yerga kelmaydigan arzimas odamlardan bo'lib, munosabatimiz kundan kunga yiroqlashib, oxir kelganda biologiyalik jihatdan qondosh bir xil yot maxluqlarga aylanib qolamiz. Siz 15 yoshga kirib qolgan, 20 yoshga kirib qolgan Uyg'urcha bilmaydigan bolalaringizni ko'z oldingizga keltirib beqing. 3-xildagi ota-onalar bir qadar ko'p bo'lib, nurg'un hollarda ikki til o'rtasida aniq chegara ajratmay, balalarga o'ng'aylik tug'dirish uchun to'g'ri kelgan yerlardagi qarab Uyg'urcha bilan chet tilni aralashtirib so'zlaydi. Amaliyotda uning hech qaysi tilga foydasi yo'q. Aralashma tillik muhit ichida balalar imkon qadar bir o'ng'ay chiqish yo'l izlashga tirishadi.
Ular bu jihatda nihoyat sezgir bo'lib, Uyg'urchaning sirt aqmaydigan bir til ekanligini, ammo ota-onasining chet tilini bildiganligini bilib qolsa, ularda tanlash huquqi borligi haqida bir xatarlik signal berib qo'ygan bo'limizda, vaqti kelganda bolalar tuyuqsiz Uyg'urcha so'zlashni rad qilib turib oladi. Aralashma tilliqdan yakka tilliqqa, ya'ni Uyg'urchaga qarshi kurash jarayonida undaq ota-onalar ko'pincha yengiladi. Ular ota-onasini chet tilga bo'ysundirib bo'lib, bir qancha yil baxt saodat ichida yashaydi. Ammo boshlang'ich maktabning ma'lum sinflariga chiqqanda ota-onasining ko'chman ekanligini, chet tilining cheklik ekanligini farq qilishga boshlaydi. Bolaning eng ko'p bilim va aql talab qiladigan yillarda ota-onalari bilan chetda qarab qoladi. Ota-onalari bir chetda qarab qoladi. Ota-ona, maktab va jamiyat bolalar tarbiyasining 3 cho'ng manbasi. Ota-onalar til tufaylidan bolalar oldida nopozini yo'qotgandan keyin bolalarning uning nersida qandaq odam bo'lib chiqishi maktab bilan jamiyatga bog'liq bo'lib qoladi. Tilni yo'qotgan bolalarni asosan Uyg'ur demisimi bo'ladi. Ba'zilari ota-onasining insovi tufayli Uyg'urlarga va Uyg'ur madaniyatiga yestashlik qiladi-yu, ammo tili bo'lmag'achqa aralasha olmaydi, ayminadi va o'zini chetga tortishga majbur bo'ladi. Qolganlarda undaq avorchilik bo'lmaydi. Bu xil bolalarning haqiqiy hayot krizisi balog'atga yetib mustaqil yashashga, do'st va muhabbat tanlashga o'tganda boshlandi. Ular o'zlarini milliy tavalligini yo'qotgan kichik bir yangi qabilaning a'zosi ekanligini bayqab, ruhiy azobliq va yolg'izlik his qilishga boshlaydi. Biz bolalarimizni chet tilni suvdak so'zlaydi, yaxshi ishlarni topalaydi deb faxrlanganimiz bilan bolalarimiz undaq oddiy o'ylamaydi. Ular o'zlarining gunohsiz bir yaxshi millatidan ayrilib, boshqa to'plarga ham kirolmay, yetim o'g'loqdek yurgan oqibatini ota-onasidan ko'rib, ulardan nafratlanadi. Ona tilini bilmaydigan bolalarda ota-onasiga hurmat bo'lmaydi. Kelgusida bu bolalar qandaq ishlar bilan o'ylanib, qandaq insonlar bilan o'ylanib, biz qandaq navralarning orasida qolamiz, Xudo biladi. 70-yilning oxirlarida Beyjingda Burxan shahidining uyiga ancha-muncha berib turatdim. Bir yakshanba kuni bir to'p navralari bovusini ko'rgili kelib, hammasi xanzucha ye deyishib, bovayning cho'risiga o'lashdi. Rashid appay hayron qolganligimni ko'rib darhol, bizda millat ayrimchiligi ko'z qarshi yo'q, dunyoda hamma millat o'xshash degandek so'zlarni qilib, o'zlarini oqlagandek qildi. Yana bir millat doisi Abdukarim Abbasovning qizi Amerika Bostonga kelib, 1 yil turib, bir Uyg'urga aralashmay ketibdi. Balalarning tili shu oilaning milliy g'ururi va tarbiyasini oshkorlaydigan bir aynak. Balalarni yot millat qilib etish Guangdongliklarga yarashgan bilan biz uchun bir yo'qotish. Bizni dunyo bilmaydi. 80-yillardan burun Amerika va Yevropalarda aran 2-3 o'ylik Uyg'ur bor ekan. Biz dunyo bo'yicha hammadan yiroq so'linib qolgan bir millat. Aldirab tenab millatimizdan voz kechish balkim obdaroq ish tepib olishimizga yoki yabanchalarning qo'ynida bir oz rohat yashab olishimizga foydasi bo'lgani bilan millat bizga ehtiyoj. Təhcillerimizdə Uyğurca kitap jurnallar bolsun. Cəmiyyətlərimiz Uyğurca sınıflarını açsın. Özümüzmü daim Uyğurca oqub, Uyğurca yazıb turaylı.
til yeziq ishiltib turmasa gallashib ketadigan narsa. Bu jihatda o'zbeklarni ulgu alsaq bo'ladi. Ular o'zlarining kuchli milliy g'ururini tiklab olgan. Nyu-Yorkda ba'zi o'zbek oilalari bilan tanishdim. Ular 19-asrlarda Qo'qondan chiqib ketgan bo'lib, u yerdan Afg'onistonga berib, Afg'onistondan Turkiyaga va Turkiyadan Amerikaga ko'chib ketdi. Ammo o'z ichida o'zbek tilini hech tashlamabdi. Buningdan keyin tashlamaydiganligi aniq. Uning aksicha Namangan taraflarda mushu 50 yil ichida 2 million yerlik Uyg'ur o'zbek bo'lyapti. 2 million. Bu hozirgi zamon Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng yo'qolishlarning biri. Bizning g'ururimiz nega ketdi? Ras, biz shunchavala bir yarmas xalqmi? Dunyodagi 20 davlatga tarqalgan 38 turkiy millatlarning ichida Uyg'urlar tarixda eng madaniyatli millat bo'lgan. Biz 1000 yil burun Ulug' Uyg'ur imperiyasini qurib, saltanatlik Manihey, Budda va Xristian dini madaniyatlarini yaratgandan boshqa turklar yayloqlarda qo'y beqib yurgan. Dünya muzeylarida saqlanayotgan minglarcha qadimki Uyg'ur qo'lyozma fragmentlari orasida Uyg'urcha tarjim qilingan nurg'un Hindiston, Xanzu va Yunan boshqa millatlarning esil asarlari yotmoqda. Türk islom adabiyotida bizning Divan lug'at turk va Qutatxu bilik qatorliq asarlarimiz o'chiratning eng oldida turdi. Uyg'ur o'g'li Alshir Navoiyning sonsiz beytlari texicha hech qaysi tilda to'liq nashr bo'lib boqmadi. Afsuski, 15-asrdan keyin Yipak yo'li ishdan qilib, bizning yurtlarga hech kim oyoq basmas bo'lib, 500 yillik uzun jaholatga kirib ketdik. 20-asrning boshlarida millatimizda uyg'onish xeyli tez bo'ldi. Biz hozir Jungoda ikki cho'ng ma'rif hisoblanamiz. Ikkinchi cho'ng ma'rif hisoblanamiz. Buning asosini o'z zamonida Toshkent va u yer bu yerga chiqib o'qib kirgan 4 tok ziyolilarimiz tiklab chiqqan. Chatga chiqqan chaqda ular aron savodini bilar. O'qug'ini 2-3 yil, jiq bo'lsa 4 yil ekandik. Agar biz o'zimizni bir qadar madaniyatli bo'lib hisoblasak, bu natijalar ashu ziyolilarimizning umr ajridan kelgan. Ularning hammasi tugidak 10-20 yildan logayda yetib, tayoq to'qmoqning tegida turibmi, qo'lini qalamdan ayirmagan. Bugun har birimizning qo'ngida birdan Toyota turibmi, qo'limiz bir qur xat yezishga bormayotidi. Uyg'urcha gazet jurnallar va kitoblar madaniyatimizning o'lgan yoki tirik ekanligini ko'rsatadigan bir paket. Chet ellarda biz uchun bularni chiqarish o'ng'ayga to'xtamaydi. Tafovati yo'q bir ish. Matbuotchilar tirajiga tayanib jon boqidi. Ozliqimizga baxmay, yana kelib yezlishdimi bosh tortqili tursak, oqibat naga bordi? Odatda bir ziyoli bilan jon boqarning farqini uydagi kitob tekchisidanmi qarab bilib olg'ili bo'ladi. Tilimizni, madaniyatimizni qadrlash eng esil fazilatlarning biri. Oldi bilan sen o'zingni qadrlamasang, hech kim seni qadrlamaydi. Hozir chet ellardagi bir ikkinchi avlod Uyg'ur bolalari asosan Uyg'ur ona tilidan mahrum cho'ng bo'ldi. Nurg'unlarining Uyg'urcha savodi yo'q ekanligini ko'ryapmiz. O'smirlarimizning soni kundan kunga ko'paymoqda. Bu balalarning til masalasini darhol hal qilish uchun bir yurish ona tili darsligiga muhtojmiz.
Bizdə Uyğurcha məktəblərdə asasən yox bolğaçqa, ata-analarның balalarına müəllim bolışığa kitaplar bilan birgə CD və DVD'larni qoşub berishga muhtojmiz. Aramızdan cəzmən millatning g'imini yeydigan qobiliyatlik ziyolilarimiz maydonga chiqadi. Bu bo'shliqni to'ldiradiganligiga uzun o'tmay balalarımızla emas, cho'nglarmi tang bahramand bo'ladigan isil Uyg'ur ilibba, hikoya, cho'chak, she'r, maqol, tamsil va munavvar asarlarning maydonga keladiganligiga ishonamiz. Manba: Bektur Til Klubi.